360lik joyimizga kuxnya mebel yasab berganmiz. Buni narxi $900 bo'lgan. Sizlar bilan buni obzorni ko'rib chiqamiz. Birinchi qismimiz tepasiga e'tibor berasiz. Bittadan polka qilib berganmiz. Katta narsalar uchun. Hop, pastki qismiga ham отдельно e'tibor berasiz. Hop, polkalar bilan chiroyli qilib berganmiz. Bo'tka, moyka, smizitel. Hop, tepa qismida sushilkalari shu mebelni narxining ichiga kirib ketadi. Hop, yuqori qismida отдельный polkasi bor, e'tibor berib qo'yasiz. Hop, tegiga ham отдельный e'tibor bersangiz, akkuratniy qilib kesib berganmiz suvga dostuplarini. Hop, рабочий zonasini qora rangda qilib berganmiz. Chetlarini silikonlab, akkuratniy qilib, suv o'tmaydigan qilib berganmiz. Mexanizmlarga ham e'tibor berasiz. Vakuum mexanizmda ishlaydi har biri. Hop, vitishkasini ham joylashtirib, gofralarni ulab berganmiz. Ichki qismlarini ham ko'rsatsangiz. Hop, bu yoq qismimizga e'tibor bersangiz, ikkitadan polka qilib berganmiz. Bu yoq qismida, bu yoq qismida. Hop, pastki qismlariga ham e'tibor bersangiz, bittadan polka qilib berganmiz. Gazlarni akkuratniy qilib ko'tarib berganmiz. Hop, отдельный qilib bu yoqga ham e'tibor bersangiz, bu yerda mikrovonovka joylashtirish uchun joy tashab ketganmiz. Yuqori qismida duf kontur uchun joy tashab ketganmiz. Duf konturmidi yoki duf kontur deb to'g'ri-da, ana Katyol deyishadi-da ko'pchilik o'shanga.